Sırtıysanız 68 yönde yaratgan gengoni ayrılık kılsanız fakat 18 yön bilan yiyaleysiz. Ayrılık kılsak hem pakiz hem qulaylik qilish usuluma nayt addiy bulup birlik etim kösünüz çuqum ügüneleysiz. Amsa ügünüş başlayıp ketdik. Aval tayyor qilib olgan shilanxo bilan qunaqni surat kerak men mushalat parchalab olamiz. Ondan jinjingoni bo'lsa muvofiq holatda ajratib olsak bo'ldi. Ondan har xil vanzlar to'liq chiqdigan ajab ashti markasiga aralashib qo'ygan vanzlardan muvofiq miqdorda tayyor qilib, kengoga chuqum men mush materiallarni shilsiz deydigan gap yo'q. O'zimizning yoqtirishi bo'yicha qaysi materialni yoqtirsak shuni ishlasak bo'ladi. Men materialim tayyor bo'ldi, ham qo'rishni boshlab ketaylik. Qozonga suv quyib qaynaganda az miqdorda tuz va may quyib etib, avval shilanxo bilan qunaqni selib 2 minut atrofida qaynatib buni suzib olamiz. Arkadan xogo vanzilari va jinjingoni selib 3 minut atrofida qaynatib buni suzib olib, qozonga az miqdorda may quyib, zanjil, so'mpiyoz, samsaq selib, birdan qovurib mizlik buruq chiqqandan keyin ta'm va rangi alayid yaxshi 22 yillik ajrining javhari bo'lgan Nardanbog'ning Gengo tesiskosini bir xil selib, davomli birdan qovurib tesiskoni to'liq eritilibla, qunaq, shilanxo va tonliq mahsulotlarni selib, o'tni juqur qilib davomli 7-8 to'xtamay aralashtirib qovurib, rangi va ta'mini to'liq chiqaribla taqsiga ilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Amsa ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, buningdan nadir mazmun kun huzuringlarda kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.